Kopana bo'ldi, uxlab vermey. Hey, qopan. Kopma yordamlashmamsiz? Hey, gap qilyaptimi? Voy, nim bo'ldi xotin? Hey, bugun go'mayib keldi deb basam, nimada uxlab versiz, o'lgiranmaymiz. Voy. Voy, bu tong atmış nima? Voy, do'stim keldi deydi ya bu qiz bola. Hey. Men og'inlaringiz kelsa, men poybitta ko'p ketdim-a. Ajab do'stim keldi desam, eshib ketdingiz-a? Voy, ajabchiqqa qildingiz atdiganda. Qo'pana uy tozlaymiz, bizda bir monch ish biz qildigan qo'pana. Qisimiz bo'ldiga ishni. Ya xotin! He? Ya bu saat 4 o'g'anda o'qitib po'qvama bizning uyda? Bir jiqqa qilmang-a. Voy! Ya bu bizning uyga kelamdi, yotgan kiramdi. Voy, nimdiga uxlagan-a, qo'pig'a. Yaqvatni sizga yordamlash beraman, ishdan jiqlig'ini nimani qilsiz? Voy. Ay erim. Men kimim bo'lamdik-a? Ha, bo'lgan-ku. Kes sorun babda. Qanaqa qilibsiz? Voy, nim deb yursiz? Ila keldi emasmi, yosinib o'tiraman. Voy, o esim chiqib qopti. Ems bushinki yeyma. Ha, bushinki. Biraz. Voy, men buni Oygulning to'yiga kiyib bo'lgan emasmi? To'yda umi botdi. Buni kiysa meni boshqa kiyim yo'q-ku deb qolaman. Voy, to'xtang-a. Hey. Men kiyma. Qo'limdiki. Bo'ldi-ki? Bu bek chiroyli-ki? Ha, bushinki yeyma. Buni men choyda kiyib bo'lgandim. Voycha. Voy, qanday qilaman? Buni. Hey, to'xtang-a bo'ldi. Bo'ldi. Manchey. Qarang, rengi bek chiroyli. Bek chiroyli-ki. Mush bo'ldi-ki. Xotin. Bushniki. Erim. Voy, men buni kiyib chambarak rasm chiqarib bo'lgaras. Usta. Qanaqa qilaman? Qanaqa? Voy, men kiyaman. Ay, to'xtab turing-a. Hey, mau. Ma bo'lamdiki? Hey, bo'ldi, mushinki. Mush bo'lsin. Mush bo'ldi. Mushinki. Oshkirimni toza oshiq qinni qilib, ha? To'g'ri, ashta qiling. Ashta qiling. Mushnilking. Faroz. Voy, o'tgan yili bozor cho'kilganda mush ko'ylakni kiyib chiqaman emasmi? Voycha. Voy, qanaqa qilaman? Voy, gap qiling-a. Men kiyasam de. Nim kiyaman. Ha, to'xtang. Menda so'rab yurganman desam, unutsangiz. O'tirgansiz qarab kechgacha. Men kiyamsa. Ha, mushi bo'ldi-ki. Tayyor shunda mushi. Bo'ldi-a? Lekin buni boshqa yerda kiyib olmagansiz-a? Yo'q, buni. Ha, ancha yaxshi. Hey. Voy, men buni kiyib do'yini usul o'ynab bo'lgandim rost. Lekin o'zdan qilmagan ko'midim-ya. Ko'miga o'xshaydi xotin.
Yo'q. Uchu cho'qim ko'di. Bu chidamas. Ko'zimcha qasdan zan qilmaydi. Ko'rdi bu. Jibon, vajan. Voy gap qiling a. Xotin, o do'stingiz ko'mgan bir tal kiyimingiz bor. Qaysi kiyimi? Yatqanni kiygan flash kiyimingiz. Ishchimni bir siqmang a. Rostqo, mendan boshqa hech kim ko'rib boqmagan. Siz ayol kishini tushunamdingiz? Bu haqchu oldimda qilib kulgan bilan tenimda g'ayitimni qildi hamisi. Unda yo'sinib chiroyli o'tasam yomonmi? Ya, to'g'ri. Bishimiz. Men shu ko'mgan kiyim dedim, xotin boshqa gap qilmayman. Hay, bo'ldik men. Men ekritanga. Men shu dekkada bozorga berib bir ko'ylak ekib olay. Kiyimimga moslashtirib chiroyli qiling a. Lekin qat'iy girim qilganim chini qolmasin-da. Xotin. Men o'ylab qoldim qarang. Endi to'y-to'kunga mundaq bir muhim so'rovlarga bozordan kiyim-kechak endi gramdan qilsangiz qolmashadi. Lekin bir tal do'stingiz kelganga bu sal ishib ketadi ekan. Men sal achchig'im kelyapti-ku. Og'zingiz yumang a, dushmanim bo'lmagan ekan. Siz nimani biladingiz? Voy, menga kiranga yota qo'ygan. Erim, men qaranga chiroyli bo'ptimanmi? Ha, chiroyli xo'psiz. Voy, bir rostga qiling a. Ha, bek chiroyli xo'psiz xotin. Bek yarishibdi. Hey, xotin qachon kelgan? Voy, girim qilib o'tdag'anda aqichan. Xotin, siz atiyaqi yasiniman deb tamoqni atindingiz, xotin kelib qolsa ishqilib bir-biringizga qarab o'tiramsizlar. Voy, men endi do'stimga tamoq etaman deb moypurab o'tiramdin. Vaymaycha qasam bo'ldi-ku. Voy, siz unda degan bil qo'saq echib ketdi xotin. U vaymay qachon keldi, u xotin qachon keldi? Voy, Berkatning tayajupini ichib o'tirib turing a. Sizning gapingizning jiqlig'i. Men telefon paqay. Odash kavatamsa? Ha, odash bana oz kaldım, sürmek sahab ketmişsinler. Görünme kılmayı bağırdım odash. Ha, ma'qul. Men shu yo'lingga qarab o'tdim, tezroq bo'la. Ma'qul odashim, momodan. Ma'qul. Uy, girim qilmay deb. Ay, mush girim qilmay qilamda. Oqshomni yo'q qilayotganda bu porketak. Bek yog'onga qildim, mushtoq qilib qarang. Ya xotin. Ya tamoq etmadingiz. Men qo'saq yana ichyotdi. Yana tayyorchib pishamdimmi? Ha? Ilma atiga ishga qachi ish bo'ldim xotin. Unda qilmang a. Xotin kilamni kemanda. Voy, men sizga nim dedim. Voy, uning gipchu yog'on. Girimxondan tex chiqmadi o ishnamsiz? Voy. Keldimi? Kila. Yaxşı doğma. Yaxshi ishlanchada. Yaxshi o'tish. Ha, yuqori tur. Ha, yo'lda kelishmi? Chaqqa taqasa. Ha, o'tir. Ha, o'zing yaxshi teshlar, yaxshi do'stlar. Voy, men ishqilib qistab qo'yamdimmi? Men bu yerga. Odash, nimda chiroyli xo'p ketdi. Burunqidek lo'g'u. Ve odash bugun sizlarni saqlab qolmasin debchi yotqandan chiqib odil keldim. Odash, men uchun seni keldik deb mush etigandan yoqib poy bitek bo'lib, mush girim qilish emas, chechimnimi shumidim qara. Ha, yerim. Ha, shunda oldu. Kimda o'rxab ketdi odash? Ve yaxshi boqmadim sizning do'stimni. Niyat o'ruqlayman 3 kilo samiribdim-a. Hozircha qara, sal diqqat qilmasak, men axiq degancha bek eskub ketdi. Yana ko'chadagi o'ruq, mekjillarga minna engib. Odash. Hey.
Zinciranimda chiroyli. Ha, ma bir ton demsen. Ha, o'sha yo'ldoshimcha aldiqdan bayramda appagan degina sovuqqanti 40 ming qo'lag'aga o'xshamamdi. Ma yaqin yo'q 5 yildir ishlatdi qara yo'ldoshim. Ha, rostiki yaqindacha 5 millionlik turdan birda optika degina. Besh yildir ishlatdi. Bugun masla apkilay degandim. O'ylab baqsam bu yakas quruq gap setib o'tirdik-a. Undan berib xizmatini qilsin-da, ishqi yo'g'sab qo'yib keldim adash. Yaxshi qilibsan adash. Nimda mizdik burab ketding? Nima tirchashdan adash? Oy bilsan-ku, men azaldan attirchashmayman. Ey, sen bu o'ruqlabsayjimi? Ha, ishtamay is qilibsan-da. Adash shu yaqin yog'chi 20-30 ming qo'y putlab o'ruqlarga yalab ekan-ku. Ashtalar qatnashtirib o'ruqlagandim va shu unum bo'ldi. Qara ko'nkib qolgan kiyimlarimdan. Shunday o'ruqladim. Amsichu, sen u yerda bir 4-5 yil tirissang, ondan menda o'ruqlay olaysan. Qizlar, ammadaq bo'lsin. Sizlar chayni ishga parangishib turinglar. Meni oq xizmatimning tayyorligiga asar materiallar o'tdi. Yana ishlaymiz emasmi? Shuni men o'zim kirib tayyorligim qilaveray. To'xtam. Bizni bir rasm tatib qo'ying-a. Meniki tushaylik, Meniki tushmaymi? Meniki tushmaymi? Meniki tushaylik. Voy, meniki tushaylik. Meni eng ben bilsa-da tushmaysiz. Voy, meni. Ne tushimiz? Rahmiyatchaylik. Qopabchiyamda. Shunday qilaylik. Oy, odosh, sen oldi turamayman bo'lgan keyin. Adash, sen bek o'ruq bo'lganki oldida tura. Voy, yo'q, sen turdi, naqsaq sen tura. Adash qara va putanda ishim yo'q degina sen oldida tura, meni tiqib tura ya. Nurun chiqib jumaydi, uningga ismi bilmaydi, hata. Ya, adash qara. İnsan çalıştırma adaş. Vay yüzüm. Hazır arlaşmayla onun bilen. Hayır adaş. Ne magette qilib turib Fatime'nin işisimga qoldi. O Fatime baq o gavjon savaq dishimiz qarasi to'qqa. Oq pishmoqchi igiz. To'yni baqini vatqib qara. Oy, nim deb yursan, to'y qilib bo'lgan u. Qancha qitim to'y qilding sen? Bir qitim bo'ldi. 8-ni olib to'yni gapni qo'ysam sen onun keyin 2 qitim to'y qilding. Mo'ji 4-chi qitim Quruq gapli va tabaqasichu. Oyaqda olib kush yerni opildirib beqatam ki Bunda baramsa to'yga. Nima degan hech bo'lmagan qara har qitim chaqiramdi beraveramdi. Hey biz hayotimizni bir to'y qildik, u 3-ni 4-ni qabalsa, pul qo'ymasang teg'i qara masajani dopdan yo'g'ini ichib chiqamiz amada kavaldik-a o qizlar. Nimga numus qilmaydi ey bulay baq qilinib tutbardi. Ay odash, ma to'yni gitib chiqqan deb bir isim kelib qoldik. Hozir oldingmi menda bir ish moda ketibdi. Agar to'y bilan masajay bildik kelib qolsa, masajay qilib bordik-a, yarim to'y qilib bordik-a. Masajay qatnashgan qizlar to'y qatnashmayga to'y qatnashganlar masajay qilib. Ey, nimish bunda qildi-da. Bek aqlli qilib ketbardi Ay odash. masajayda haqnikin edi to'y qilib nim sajjilik odash. Biz mashta qilamiq ya. Men sana yana bir gap qilib beray qara. Ima olmayra va o. Vi ko'rdingmi yaqindan yaqi. O'tgan to'yni ko'rgandimmi? Nima qilib oldi ey u chiroyni? Ma qoppoq deganni kesib, qoshdan ustiga chiqarib Tayachi pishqansizlar. Uy, qora odash. 500 set. O qopig'ini kesgan odat kishilar bir kuni birsi kaynini turdi degina bir to'yni tursam odash deydi birsi bir odash deb bir ovoz olmagandik. No, qarasam o shu ikkita kolbasan chopib olgandek og'iz mushtal turdi. Uy, kim sen deb bu qarta olmayar ekan. Bizda tabiiy bo'lmamdi degina odash. Ay qismi qisonmaydi. Uchuva bir jo'noshini qichib berib qoldimi degina. Vahshiy bir gap qilib berma roz. Ma chambirakni ko'rdingmi? Ko'miding haqida. Nimandatsa? Bizning ma Maryamdan shinchi odash. Bek xijil bo'lib ketdi. Bi odash. Ben sana gap qilman debchi beshindi qora. Ay bag'ani ko'rashgan so'raydim. Ay kim u ochiqirib ketgan? ketgan? Qilamdi odash qora. Kim qizola Oy, odash men shu? tonimayman. Ay ochiqni to'yni oldinmi olamda? Tex uni to'qibdi deb irib setib etibdi odash. Voy yüzüm. Ay odash ma gapni qilsa ishkin oldik bir ismga otdi. Bir kun ketchi telefon. Oy shuning bilan bu Dilnurni erib vahshiy urdik deysa uruqkash. Oy meshinchiga o'riq Dilnurni? Gaqima vahshiy urdik. Mush osti qo'shna üst qo'shnalar var olmuş tanatqicha. Jarang o'tirdi deydi qara. Hey odash roz, uni o'tgan ko'rgandim qora. O'sha mishakildan chechini miyadaq kesibdi-ku. Yani bo'lgan deb qopdimi? Kesgan emas, o ayaqchan qo'lga yo'gab tug'an gapda. Ve qo'rqinish qodash, nochornimniki ajrashqanda. Ay ajrashamda o bas. Yo'qotin xapima deb qo'ysa dovxu emasmi o'zim o? Ay lekin o odash toyoq yegini yaxshi yo'ling. İşte urg'uchisi hamroh degan bek to'g'ri gap jumandash. Ay roz, o Qadriyaning ilk uy oldim degan rostmi?
Rost oxşumamda. Çıqırıp ketdi o işlelmey, kinişkilerini. men Hey işlelmedim odaş, bunu. lekin bizden kızlarını anlasan bağı. O qiynatlary ve emel tutqan boy edemler. Oy, bana uçtamike. Uye, unda olsa. Ay, rasmiye. Lekin odaş, hiç kim sen bilemendek rost çilemez. Bu birimlağı bepli koydu. Rast deysen. Ha? Yendi, iyiyiz kızanım için. Uye, oy, bek bir gayretçi, bek eskin noçarı. Ay o nimda hiç kim yaratmaydı. Senin gayretini kılıp, gayret kılışın başka şey okumaydık ya qara. Şunda üç yolduncu mu? Ha onundek aşı. Hem menimizin oxşaş qıp kiyip aslan ekşi. Fashion buladaş özü aşta yıskıldı o. O da desem bu gepleçi tügümeydi o qara. Çünkü şunçilik patmadı adışı. Sinim birnim depti de o ha. Ay demem de o. Hel undaydı, hel bundaydı. İş kılıp bu da üzerine bir tütüp koymuşam. Oy digine sen mi berip? Bek diyemesen ço adaş bizden pilot dağan çalgadı ço. Takıp koysam ben gep dişip bermedi sana. Oştaqla. Da çayga baganda oxtuydu. Oştaqla. Ay ben zottadı qodoş. Öyle gün bir qorançıp gitti. Bir saat buraya berip dodaş men qopaycımı. Oy oştama. Ben ottadım hem de. Konsan bulattı. Geplerimiz mi? Tazı jığılı qaptık ya. Ey men bağıcı bir vaqt buldu. Öygü berip materiallarını asırmısam texi digine. Bak konutlu malsız mı da sana? Rahmet. Konup qalğan bolsa bek yaxşı bolardı. Ha şu konutlu mu olmam sizdeymi? Ben endike gelip ben para alışıp oturattık arasma. Odaş ayğınımda çıraylı. Ama ayğımman. Adaş ay günü Suriye'nin tuydu ağantım digine 3800 koyaq ağa. Eşi peyze rahatlap. Bir odaş ros. İsimden bardım ha gepimde ötey sana. Unt kapma deymedim. Ama Suriye'nin qıynapsı bilen. Menin qıynapam bile çayına eken tuqara. Oy Suriye diyemi oxşup ditipdi apaşlarını aldı da. Menin bu kilinim. Bu şu kırım üstüde oturup çırayını bu İslam buldu. Uyumuş tamaqlarını qatdi etmeydi. O biçare oğlum hazır oruqlap mında olap qaldı. Biçare oğlum iş qılıp tamaq diye nəsə yapaqım diye öydən içimliyə ağırıb balamğa. İş qılıp tamaq diye nəsə yapaqım diye öydən içimliyə ağırıb balamğa. Bu qızın çoş oğlum oğlum edip çaplaşamağan bolsa ama güynavalısı hərgiz etməydim depdi yana. Veşi depdi. Ve opsçu fakat yox tərbiyəlməb gəlib o oppoştum bunu düzünə. Onda diyəmdi qıynapam ki əmdi. Mən bu yağladım ve onda əməsdi. Bir oppa düşünüp aldım ya, dostumdan icazı qop aldım ya. Iş qatmı əmdi oppa. Hay odaş bu çiçanımda qısqırap getdiydi misin mi? Oy şu gep şu. Oy boptular bir dostumuzga qo'llab qo'yay deb saltanat degan sesixning sotrashxonasiga berib qopdim men qara. Iliq ichki ko'yliq boyoqlarni shiltib, qilib yog'andan Shanxayda o'qidim, u yerda o'qidim, bu yerda o'qidim deb iliq kinishkini akab. Voy, unuchi pul berdik ya o kinishkilarni. Men qora qilib qo'ygan. Deysa menga bunda. Kesib biletdim shuni. O bot sotrashxonasiga berib judon digina, ye. Oshta yerda judon maskilam qalsan. Herkes bo'lmayman. Ikkinchi borma. Oy, iliq chichini miyani bo'g'ib oldiganmi? Ona qo'ymaydigan adam yo'qga qara. Mush qozzab, voy shofir tutib adamlar solamishlikka qara u. Hey, odaş to'g'ri bizchi oliy maktab o'qigan vaqtimizda bir kuni bir xo'go yelib mansaq pul bir mashina chiqib qoldi hech yo'qa. Hey, bu deraza to'rtinchi street mushta o'tirasam diye ish falan ish bormisiz. Qizlar degancha qara unda olib ketsin bo'lmaydi. Bütün erlar xizmat plan qilib yuradigan su yo'q. Tansiz yo'q. Hey, uxlab qopsiz-ku qo'ping-a. Hey, qo'ping-a. Do'stingiz ketdimi? Voy, ketdi. Hey, ko'rgansiz? Hey, uşaq gipining jig'lig'i adam yaratmaydig'ini. Oy, o'zim qandoq demay, hamma odamning hayotini qildi-ya. Ora yo'lga soldim-jimi? 25 millionlik. Voy, yalan o'gipi, uning eri nerga yurib 5 millionlik savdo qildi. Ha, xotin, attiga yo'q odamning gapini qilib zerikmidingizmi? Oy. Ba'zi bir ishlarni bir chekida oshirayotmang-a. Oy, sizga qachonli qarsash haq qilgan bossiz. Ha. Hey. Mana do'stingiz sizni poygadan chiqiribdi. Ey, mana qara.
Özü oğru qilib meni semiz qilib chiqarib qo'yganni. Voy ichi tor, voy chidamas. To'xtab tur. Mana. Qarab. Men o'zimni chiroyli qilib chiqardim. Endi bo'ldi. Sizli xotinlarning bir tushunmay turishgan. Hey, meni uxlashga qo'yadi. Azrayib beray-a? Voy, suqa chiqib kirganiga uxlaylik xotin.